Hoji aka, siz so'radingiz, biz olib keldik. Hozirroq yurganidan bo'lsin dedingiz. Bor yo'g'i 7000 kilometr masofa bosib o'tgan. Qaysi mashinaligini topgan akalarimiz fikrlarini kommentariyaga yozib ketinglar. Biz uni savdorni boshladik. Chevrolet Traverse avtomobili. Klonkalarni bitta ko'ringlar, zavodskiy klonkalar turibdi ekan, hali ham matoviy bo'lib turibdi ko'rjalari. Ularni ko'ringlar. Klonkalariga nima deydilar? Qo'shilishda o'zi boshqacha bo'lsa kerak. Yili 2023-yil. Eng full varianti. Kraskalari toza. Balonlargacha qo'yib qo'yilgan ekan, kelar. Olib bitta minadigan xonasi, nima deydilar? Biz ko'p akalarimiz so'ragani uchun olib keldik mashinamizni. Har bitta mashinani o'zining fishkasi bo'ladi. Mashina fishkasini hozir ko'rsataman sizlarga. Boshqacha. Zavodskiy polilarigacha turibdi ekan mashinamizni. Solinmagan ekan hali. Oila uchun juda mazza mashina. Topolay dam olgani borsangiz ham bemalol o'ylamay o'tirmay ketaverasiz. Mashinamiz Cars Premium Motors avtosalonimizda nalichida turibdi. Ulgurib boringlar. Bu mashinaning ishqibozlari juda ko'p. Ishqibozlari kelib talashib, tortishib o'tirmaydi. Kelib sirasi olib, barakasini qilib ketishadi. Kelib bemalol kraska kilometrlarni tekshirtirib, notariusda pulni beraverasiz. Cars Premium Motors avtosalonimizda kutib olamiz sizlarni. Описаниyaga nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, qanaqa savollaringiz bo'lsa, so'rashlaringiz mumkin.